Yaponiyada tug'ilib o'sgan Uyg'ur qiz Arfiya Ali Yaponiyada tunji bo'lib siyosiy sahnaga chiqqan Uyg'ur bo'lish sifati bilan o'tgan yili hokimiyatdagi Liberal Demokratlar partiyasining nomzodi bo'lib saylamga qatnashgan va intayin oz farq bilan saylanmagan bo'lsa-mu, qilchi bo'shashmay siyosat sahnasida davom qilmoqda. Washingtondagi Georgetown Universitetida xalqaro munosabat va xalqaro siyosat kasbida o'qigan, Washingtondagi Xalqaro siyosat instituti, Dunyo bankisi, Yaponiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy turishliq ish bajarish o'rni qatorliq o'rinlarda ishlagan Arfiya Ali navbatda bu yil 4-oyning 23-kuni o'tkaziladigan saylovga Liberal Demokratlar partiyasining birdan-bir millat vakili nomzod qilib ko'rsatilgan bo'lib, Liberal Demokratlar partiyasining bosh markazida o'tkazilgan marosimda mazkur partiyaning raisi va Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida o'z qo'li bilan uning partiyaning nomzodi bo'lganligini tabriklab, lavha taqdim qilgan. Amerika Davlat ishlari kotibi Antony Blinken 2 mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 52-navbatlik yig'inining boshlanishi munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilgan. U Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizishning davom qilayotganligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Biz Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qarata davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlariga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Cumhuriyatining Xinjiangda yurgizgan ig'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilganligi, shundaqla tutqunlarning qiyin qistoq jinsiy zo'ravonlikka uchrayotganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchlik paketlar bilan muayyanlashtirgan. Amerika hukumati Xitoyga qarshi iqtisodiy va siyosiy qadamlarni kuchaytirib, 37 Xitoy shirkatini qora tizimga kirgizdi. Joe Biden hukumati Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatni keskinlashtirayotgan bu harakatda BJE Aircel shirkati va Bulut texnika shirkati Insporning bir qism o'rinlarini o'z ichiga olgan 37 Xitoy savdo shirkatini qora tizimligiga qo'shdi. Eksportni kontrol qilishni nazorat qiladigan Amerika Savdo ministrligi BJE tadqiqoti va BJEning Hong Kong markazining tizimligiga kirgizganligini, chunki ularning Xitoy hukumatining nazorat qilish harakatini qo'llashda zo'r xatar paydo qiladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Türkiye Devlet Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın import qilingan elektronlik motorlik qatnash vositalari to'g'risidagi qarori tuniga rasmiy gazetda e'lon qilingandan keyin yo'lga qo'yilgan. Buningga asosan aloqador tamojna beji statistika o'rniga ayrilgan Xitoydan kelgan elektromotorlik qatnash vositalarining importiga qo'shimcha 40% tamojna beji elish qaror qilingan. Amerika Tayvanni F-16 tipli kurashchi aeroplan va boshqariladigan bomba bilan ta'minlashni tasdiqlagan bo'lib, Xitoy bu qarorga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Tang Kefi Amerikaning F-16 urush aeroplani uchun Tayvanga 600 million Amerika dollaridan oshadigan o'q-dori va uskunlarni setish kelishimiga qarshi turganligini bildirdi.